Assalomu alaykum traktor bor uz kanalining obunachilari, texnika ishqibozlari. Bugun e'tibor markazimizda MTZ traktorlari 2025-yil 82simiz cho'yoqli. Xo'p, bugungi kundagi narximiz bu traktorimizda 370 million so'm. Qadrli obunachilarimiz, quyidagi raqamlarga chiqing, skidkasi bilan qilib beriladi. Hop, undan keyingi traktorimiz 82.1 oddiy mos 76 qator orasiga tushishi bilan fermer akalarimizda mehrini qozongan traktor. Hozirgi kundagi narxi 340 million so'm. Buni ham kelishtirib chiroyli qilib beramiz skidkalari bilan. Qo'ng'iroq qiling, skidkaga ulgurib qoling. 2025 konditsioner radiosi bor. Hop, 80.1larimiz ham bor, 315 million so'm. Ma'lumot uchun aytib o'tib keta qolay. Undan keyingi traktorimiz 82.1 balishli most. Balonni ko'rib turishingiz mumkin. Farqi bor. Anchagina baquvvat traktor. Haydovga ham luboyga ketaveradi. 82.1 balishli most. Hozir kundagi narx 355 million so'm. Skidkada turibdi. Bemalol orqaga chiqing, quyidagi raqamlarga skidkasi bilan qilib beramiz. 2025 radiosi, konditsioneri bor. Xo'p, bundan keyin 82.1 ketdi. 892 modelimiz kelgan, hurmatli obunachilarimiz. Uni ham rasmini tashlab qo'yaman. Tamojidan chiqish arafasida turibdi. 365 million so'm. Xo'p, 892.2 traktorimiz, bu ham balishli most hisoblanadi. Buni ham o'zini ishqibozlari bor. Hozir kundagi narxi 385 million so'm. Skidkasi bor. Naqdga bemalol qo'ng'iroq qiling, kelishtirib chiroyli qilib beriladi. Undan keyingi traktorimiz 952.2. Xo'p, 95 ot kuchli, konditsioner radiosi bor. Bularda ham bor, hammasi 2025. Hozirgi kundagi narxi 395 million so'm. Qadrli obunachilar, qo'ng'iroq qiling, skidkaga ulgurib qoling bemalol. Hop. Undan keyingi traktorimiz 1025.2. 1025.2miz 470 million so'm. Yangi ko'rinish, yangi mordada. Balishli most. Bemalol qo'ng'iroq qiling obunachilar, 470 million so'm skidkada turibdi bu ham. O'zining skidkasi bor. Qo'ng'iroq qiling, albatta qilib beriladi skidkasi. Konditsioner radiosi bu traktorimizda ham bor.